Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritm fanidan vektorlar mavzusi. Guruhga 622 talaba Akram Ozodbek. Daraja vektor nima? Vektorning asosiy xossalari. Vektor amaliyotlari dinamik massiv. Vektorda qo'shish va o'chirish. Vektorning ichki tuzilmasi. Vektorning murakkablik tahlili. C++da vektor, Pythonda list vektor. Amaliy masalalar va xulosa. Vektor nima? Ta'rifi. Vektor bu bir xil turdagi elementlarni ketma-ket saqlash uchun ishlatiladigan dinamik o'lchamli ma'lumotlar tuzilmasi. U matematik massiv tushunchasiga asoslanadi. Asosiy xususiyatlari: dinamik o'lcham, ketma-ket xotira, bir indekslash, turli tipdagi emas. Vektorning asosiy xossalari: o'lcham, hozirda saqlanayotgan elementlar soni, sig'im, ajratilgan xotira hajmi, ketma-ketlik, elementlar xotiradan yonma-yon joylashadi. Dinamiklik, kerak bo'lsa sig'im avtomatik o'chiriladi. Turdoshlik, barcha elementlar bir xil turdadir. Indekslash, har bir element noldan boshlanadigan indeksga ega. Vektor amaliyotlari. Amaliyot pushback x, oxirgi element qo'shish O1, oxirdan element o'chirish, indeksdagi elementga kirish, o'rta joyga kirish, o'rtadan o'chirish. Xullas, shunaqa amaliyot, tavsif, murakkablik berilgan. Dinamik massiv, boshlang'ich holat. A-B kaptur tengtur. To'lishi ABCD kap tengtur. Yangi sig'im 2x kap 8. Kengayish qoidasi: sig'im to'lganda yangi sig'im odatda 2x ko'paytiriladi. Ko'chirilgan elementlar soni n bo'lsa ham amortizat 0,1 bo'ladi, chunki bu jarayon kamdan-kam takrorlanadi. Qo'shish va o'chirish jarayoni. Insert, o'rtaga kiritish. On, elementlar o'ngga suriladi. Delete, o'rtadan o'chirish. On, chapga suriladi. Pushback, oxiriga qo'shish. Surish shart emas. Vektorning ichki tuzilmasi. Xotiradagi ko'rinishi. Xotira manzillari. Birinchi elementdagi pointer, xotira boshlanishi. Data. CZ, hozirgi elementlar soni. Capacity, ajratilgan slot soni. Sig'im. Murakkablik tahlili. Big O, amaliyot. Indeks orqali kirish. Pushback, oxiriga. Popback, oxiridan. Insert, o'rtaga. Erase, o'rtadan qidirish. Linear, ikkilik qidiruvi. Indeks orqali kirish eng tez. Pushback, oxiriga. Kengayish bo'lsa On, popback, oxiridan har doim tez. Insert, o'rtaga surish kerak. Erase, o'rtadan surish kerak. Qidirish linear, saralanmagan. Ikkili qidiruv saralangan. C++da vektor. Muhim metodlar. Begin, birinchi iterator. End, oxirgi iterator. Va front,
back va rezerv sig'im ajratish, resize o'lchamni o'zgartirish va shrink to fit. Pythonda list vektor. C++ bilan Python vektorda pushback, insert it x, erase it, cz at e. Python list append, insert, remove, len e. Amaliy masalalar. Sonlar yig'indisi. Vektordan juft sonlarning yig'indisini toping. For qavs ichida auto x va if x foiz 2 teng 0 so'ng fils teng x. Maksimum element. Vektor ichidan eng katta sonni qaytaruvchi funksiya yozing. Max element teskari va begin va end teskari tartib. Vektorni teskari tartibda chiqaring. Reverse takrorlanishini hisoblang. Har bir elementning necha marta uchrashini toping. Ko'rsatilgan afzalliklar va kamchiliklar. Afzalliklar: A1 tasodifiy kirish, random access, xotiradan ketma-ket joylashish, user-friendly, samarali, dinamik o'lcham imkoniyati ko'p dasturlash tillarida mavjud. Oddiy va tushunarli interfeys. Kamchiliklari: o'rtaga kiritish, o'chirish, kengayganda nusxa ko'chirish, ortiqcha sig'im, isrof, xotira o'rtasidagi qidirish, linked list kabi moslashuvchan emas, bo'sh joy bo'lmasa xato beradi. Boshqa tuzilmalar bilan solishtirish. Xususiyat: vektor array, linked list, stack kabi xususiyatlarda solishtirish. O'lcham: kiritish, access, kiritish, insert, o'chirish, delete, xotira ishlatish. Dinamik. A1 vektor dinamik. A1 O'ni ketma-ket umumiy jadvalda hammasi keltirilgan. Xulosa: vektor eng ko'p ishlatiladigan ma'lumotlar tuzilmasi. Dinamik o'lcham va A1 kirish asosiy afzallik. O'rtaga kiritish, o'chirish vaqt talab qiladi. C++ da vektor, Pythonda list, big no tahlilini tushunish algoritmi optimallashtiradi. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritm. Guruh K622. O'quvchi Akramov Ozodbek.